Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida musulmon va yahudiylar tinchlikdan birdek umidvor. Zobit ayollar BMT tinchlikparvar kuchlari safida. Siz ardoqlagan gilamlar Amerika savdo rastalarida. Bu va boshqa rang-barang dolzarb mavzular tafsiloti bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerikadagi siyosiy ijtimoiy manzara bayoni bilan yana huzuringizdamiz. Barack Obama fikricha Falastin davlati barpo etilsa, azaliy muammolarning ko'pi barham topadi. Musulmonlar uning takliflarini yoqlamoqda-mu, yahudiylar Obamani baholashga shoshayotgani yo'q. AQSh Isroildan mojaro nuqtalarida uy-joy qurishni bas qilishni so'ramoqda. Isroil hukumatı hali bunga ko'nganicha yo'q. AQSh siyosiy doiralarida qizg'in munozaralar boshlangan. Yaqin Sharqqa tinchlik kelishi uchun Falastin va Isroil bir-birini tan olgan holda yonma-yon va totuv yashay olishi lozim. Obamaning bu so'zlari Amerikada yashayotgan millionlab yahudiy va musulmonlar orasida yangi munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yangi qarashlar, yangi umidlar. Washingtondagi masjidlardan birida imomlik qiluvchi Abdulla Haq nazarida Obama to'g'ri yo'l tutyapti. Gaplari joyida. Endi hukumat real choralar ko'rsin, azaliy mojaroga nuqta qo'ysin deydi imom. Musulmon ahli, ayniqsa oqsoqollar Obamaning harakatlaridan xursand. Prezident odamlarga umid bermoqda. Lekin bu so'zlar amalda o'z isbotini topmaguncha ko'nglimiz to'lmaydi. Yahudiylar orasida esa fikrlar tarqoq. Haftalik gazeta muharriri Debra Rubin Obamaga ijobiy qarasa-da, xavotirini ham yashirmaydi. Avvalo deydi u, arablar Isroilning o'z hududiga egalik qilish huquqini tan olishi lozim. Isroil deydi u, ko'pchilik nazarida xuddi Holokostdan so'ng paydo bo'lib qolgan davlat. Yahudiylar o'z vataniga ega bo'lguncha mudhish kunlarni boshdan kechirgan. Buni inkor etib bo'lmaydi. Yahudiylar Holokost Isroil davlatiga asos solinishida muhim rol o'ynaganini tan oladi. Biroq ular bu hududda uzoq asrlardan beri yashab kelayotganini ham uqtiradi. Ajdodlar shu yerdan deydi ular. Bu ular uchun tarixiy haqiqat. Arablar bu borada yanglish fikrga ega, xuddi biz ularning yerini tortib olayotgandek. Yahudiy lobbichilar Obamaning Isroildan Yardan daryosining g'arbiy sohilida uy-joy qurishni to'xtat degan chaqirig'idan norozi. Orenir, amerikaliklar tinchlik uchun degan tashkilot yetakchisi, Falastin yerlarida yahudiy posyolkalari qurilishiga qarshi va Falastin davlati tezroq barpo etilsin deydi. Orenir fikricha, Obama to'g'ri gapirmoqda. Amerikadagi va Isroildagi yahudiylar deydi u, 2003-yilda imzolangan tinchlik kelishuviga amal qilinishini istaydi. Falastinliklar ham terror harakatlarini bas qilishi kerak deydi u. Isroilda ko'pchilik mojaro hududida uy-joy qurmaslik tarafdori. Odamning asabiga tegadigan masala bu. Jamoatchilik to'ygan bundan. AQSh hozirgi so'zida qat'iy tursa, deydi jamoatchi faol Orenir. Tinchlik istagan har taraf Obama ortida birlashadi. Yahudiylar ham, arablar ham. Kongress a'zolari har bir da'voimizni sinchiklab o'rganmoqda. Ular bundan keyin konservativ yahudiy tashkilotlarga yon bosmay, Isroilning AQShdan ranjishiga parvo qilmay, adolatli qaror va yechimlar bilan chiqish harakatida. AQSh hukumati Isroildan murosa qilishni kutmoqda. Yaqinda bosh vazir Benyamin Netanyahu Falastin davlati barpo etilishiga qarshi emasligini bildirdi. Shart shuki, Falastin harbiy kuchga ega bo'lmasligi lozim. Chegaralar, ikki xalq talashayotgan yerlar haqida biror aniq gap aytilmadi. Falastin rahbariyati esa Isroil shart qo'yaversa, muzokara qilmaymiz demoqda. Jeff Swickert, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.